Bu zinamizni narxini обязательно aytaman. O'zbegim zinalari qayda yo'q, okalar o'zbegim zinalari oyda yo'q. Chunki oydan foyda yo'q. Okalar bizni Tojikistondagi proyektimiz bitdi, alhamdulillah. Ko'rishinglar mumkin. Vashim chiroyli chiqdi. Bu zinamizni narxini обязательно aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring degan narsa yo'q bizda. Okalar bu zinamiz 18 stupenka, 4 metr agrajdeniyasi $3300 bitdi. Nimalar kiradi bunga? Stupenka, balyasina, perila, oldidagi tumbalar, ustanovkasi, hamma narsa o'shaning ichiga kiradi. Faqatgina tamojnidan olib chiqib berasizlar bo'ldi. Qolgan hamma narsasini o'zimiz qilamiz. Okalar qisqacha obzor qilib beraman. Perilasi sasna bo'ldi, chunki egriligini hisoblangan. Balyasinasi, stoykalari va mana oldiga o'rnagan chiroyli tumbasi ham yong'oq daraxtidan bo'ldi. Stupenkalarimiz endi shponli variantda bo'ldi, yasin shpondan bo'ldi. Okalar qanchalik chiroyli chiqqan, uy ichki interyer dizaynga mos tushganmi, обязательно fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun muhim. Okalar bizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Shuncha qilingan ishga endi обязательно like bosmasa bo'lmaydi. Albatta bu hazil. Sizlar bilan o'zbegim zinalari, yo bo'lmasa zinachi sobit.